Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz siz bilan Farg'ona vodiysining eng qadimiy va fayzli go'shalaridan biri Bag'dod tumani bo'ylab sayohat qilamiz. Ko'pchilikni bir savol qiziqtiradi. Nega aynan Bag'dod? Bu nom qadimgi fors tilidan olingan bo'lib, Bagi Xudo, dod bergan, ya'ni Xudoning inomi degan ma'nolarni anglatadi. Haqiqatan ham bu tuproq o'zining unumdorligi va saxovati bilan Tangrining tuhfasidir. Tuman sifatida u 1926-yil 29-sentyabrda tashkil topgan va boy tarixiy yo'lni bosib o'tgan. Bag'dod deganda ko'z oldimizga mehnatkash, qo'li-gul xalq keladi. Tumanning iqtisodiy ustuni bu qishloq xo'jaligidir. Bu yerda paxtachilik va g'allachilik an'anaviy yuksak darajada rivojlangan. Ayniqsa Bag'dodning shirin shakar qovunlari va bog'dorchilik mahsulotlari nafaqat voha, balki respublika bozorlarida ham o'z o'rniga ega. So'nggi yillarda klaster tizimining joriy etilishi natijasida mahsulotni qayta ishlash va eksport qilish ko'lami bir necha bora ortdi. Bilimga tashnalik bag'dodliklarning qonida bor. Bugungi kunda tumanda ta'lim tizimi tubdan isloh qilinmoqda. Tumanda 50 dan ortiq umumiy ta'lim maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar va zamonaviy bog'chalar faoliyat yuritmoqda. Yoshlarning zamonaviy kasblarni egallashi uchun IT markazlar va hunarmandchilik maktablari tashkil etilgan. Faqat bitta maqsad Bag'dodda yangi Beruniy va Ibn Sinolarni tarbiyalab chiqarishdir. Hozirgi kunda Bag'dod tumanida kichik sanoat zonalari juda tez rivojlanmoqda. Oxirgi yillarda tuman mebel ishlab chiqarish bo'yicha vodiyda yetakchi o'rinlarga chiqib oldi. Bag'dodning Matqulobod va Bosh Tolibon kabi mahallalarida deyarli har bir xonadonda zamonaviy issiqxonalar bor. Ular yiliga bir necha bor hosil olib, Rossiya va Qozog'istonga eksport qilishadi. Shuningdek, tumandagi Ultarma qishlog'i o'zining qadimiy tarixi bilan mashhur. Bu yerda qadimda yirik bozorlar va hunarmandchilik ustaxonalari bo'lgan. Hozirda ham qishloq o'zining usta va dehqonlari, savdogarlari bilan tumanda iqtisodiyotga katta hissa qo'shmoqda. Yaqin yillarda Bag'dod tumanida ta'limga investitsiya kiritish bo'yicha yangicha yondashuvlar qo'llanilmoqda. Tumanda Prezident maktabi agentligi tasarrufidagi ixtisoslashtirilgan maktablar va xususiy o'quv markazlari soni keskin ortdi. Bag'dodlik yoshlar orasida xalqaro IELTS sertifikatini oluvchilar va nufuzli xorijiy oliygohlarga grant asosida kirayotganlar soni viloyatda yuqori ko'rsatkichlardan biri qayd etilmoqda. Bag'dod bu shunchaki xaritadagi nom emas, bu asrlar sadosi, mehnatkash xalqning matonati va porloq kelajakka intilayotgan yoshlar maskanidir. Bu zaminni bir marta ko'rgan odam uning mehmondo'stligini hech qachon unutmaydi. Farg'ona bag'rida bir gavhar makon, ta'rifing tushmasdir tildan hech qachon. Ezgulik maskani, hikmatli bo'ston, mening jonajonim munavvar Bag'dod. Aziz tug'ilgan joyi, tog'lar bog'i, tuprog'i loyi. Mening qishlog'im ota makon.